Inog'am, xo'harim, ba'zi vaqt o'zingizni bekor qiling. Fursat toping. Qabristonlikka aylanib keling. Chun qabristonlikka kelsangiz, daqiqan, qat'an, hatman oxirat yodingizga tushadi. Bu qabrga yotgan odamlar o'z zamonlariga, o'z davronlariga sohibi riyosat, sohibi viloyat, sohibi maqom, sarmoyador, boquvvat odamlar ekan. Umrlari to'libdi, vafot qilibdilar, kelib qabristonlikka yotibdilar. Bularni irtiboti komilan dunyodan qata bo'lgan. Insoniki a'amaz, mardu zan qabristonlikka kelsa, shuncha narsani dark qiladi ki daroyandaga bu ham vafot qiladi. Rizqi ro'zi dunyoni betidan xalos bo'ladi, maqom, chavki, sarmoya hamma narsa jo'bajo qoladi. Shu yerga turpoqtaga kelib yotadi. Inson vaqtiki shuncha narsani dark qildi. Inog'aladan, ayollardan har bir kim vaqtiki shuncha narsani dark qildiki, dunyodan xalos bo'layotgan, oxiratga ketayotgan, avvalin manzil oxirat qabr ekan, past qabriston buni yodiga tushadi. Va shu narsa sabab bo'ladiki, gunohlardan qaytadi. Shu narsa, shu ziyorati qabr sabab bo'ladiki, inson yaxshi amallarga qo'l taylaydi. Shuning hozir meni gunohkor inog'ayizni tavsiyasi shudiki, gohan fursat qiling, qabristonlikka aylanib keling. Inog'alarga, mardlarga hech bir qayd va shart qabrga kelmoqqa yo'qdi. Har vaqt keladilar ozod, kecha, kunduz, sahar, aksham. Albatta az lihozi shariat hech bir qayd va bas inog'alarga yo'qdi. Ammo xonim tabaqalarga bir miqdor qayd va bas bor. Ki xonim tabaqalar vaqti o'ylaridan chiqadilar, bahadaf ziyorati qabr o'zlarini muattar qilib chiqmasinlar, zibu zinatlarini olib chiqmasinlar. Va hamchunon agar qabristonlik uzoqroq bo'lsa, fosilador bo'lsa, biron mahram bilan chiqsinlar. Va hamchunon xonim tabaqalar agar biz ziyorati qabr ketadilar, yerlaridan hatman ijoza olsinlar. Va hamchunon xotinlar vaqtida ziyorati qabrga boradi, to keladi, to to'xtaydi. Mardlar bilan birga gad bo'lmasinlar. Va hamchunon xotin tabaqalarki eralari ko'p narim bo'ladi, kelib qabr ustiga u odamlar yig'lamasinlar, saru sado qilmasinlar, chig'ib faryod qilmasinlar, faqat oromish bilan baxotiri pand olishlik, baxotiri ibrat olishlik kelib qabristonlikka to'xtasinlar. Agar hatto tilovat Qur'on ham agar qiladilar, umid qilabizki inshaalloh tilovat Qur'onlarini sababi, tilovat Qur'onlarini savobi murdalarga yetadi. Lekin bir te'dod ulamolar aytadiki, xotin tabaqalarini qabristonlikka kelmoqligi makruh, bu xotir shu sharoitga aytdi. Yo bular o'zlarini atrolut qilib chiqadilar, yo mardlar bilan gad bo'ladilar, yo beduni ijozai shavhar chiqadilar, yo biron jurm fasod degaga duchor bo'ladilar. Bular oromish va sakina va viqor bilan baxotir pand va nasihat qabrga bormaydilar. Shuni hozdan so'ra ba'zi ulamolar buni harom deydi va ba'zilari ham makruh deydi. Ammo dar haqiqat hech bir mushkili yo'q. Bashartiki shart sharoitga xotin o'zini barobarlab qabristonlikka kelsin-chi behtar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'tdilar bir xotinning ustidan ki u xotin bir qabr ustiga to'xtagan edi. Ki u xotinni maydagina bir tifli bir bachasi vafot qilgan edi, shu yerga keltirib dafni xoq qilgan edi. Kelib uni ustiga yig'lab yotgan edi. Payg'ambar alayhisalom oldan o'tkincha aytdilar: "Ey xotin, ittaqilloha vasbiri, ittaqilloha vasbiri." Aytdilar: "Sen taqvo qilgining, sabr qilgining. Agar qabr ustiga xotin tabaqani kelmoqligi katta gunoh bo'lsa edi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam xotinlarni qabrga kelmoqdan qaytaradilar. Shuning uchun bizlar xonim tabaqalarni qabr ustiga kelmoqini gunoh deya olmaymiz, ammo ki sharoitga o'zlarini barobarlab qabristonlikka kelsinlar."